Yunusobod tumanida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan Yunusobod va Mirzo Ulug'bek tumanlari aholisi murojaatlarini o'rganish maqsadida navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Unda jami 40 ta murojaatlarning 10 tasi surishtiruv va tergov harakatlari yuritilishi, 7 tasi mol-mulk va pul mablag'larini undirish, 11 tasi ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilish va qayta tiklash, bittasi yo'llarda transport oqimini hisobga olgan holda tegishli yo'l belgilarini o'rnatish bilan bog'liq masalalarni tashkil etdi. Probatsiya hisobida turgan fuqarolarni muddatdan oldin jazodan ozod qilish masalalari bilan bog'liq 11 ta murojaat shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Bundan tashqari bitta murojaat bo'yicha malakali tushuntirish berildi. Shuningdek, ko'rib chiqish qo'shimcha muddat talab etadigan 28 ta murojaatlarning ijrosi nazoratga olindi. Bu kabi sayyor qabullar aholi va davlat organlari o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlash, muammolarni kechiktirmasdan hal etishda muhim qadam hisoblanadi. Ushbu tadbirlar fuqarolarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchini oshirish, jamiyatda samarali ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Sayyor qabulda kelib tushgan murojaatlarni joyida o'rganish maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Yunusobod tumanida joylashgan professional boshqaruv kompaniyalaridan biriga tashrif buyurdi. O'rganish jarayonida aniqlanishicha, ushbu boshqaruv kompaniyasi tomonidan mahallada xavfsiz muhitni yaratish maqsadida 100 ta kuzatuv kameralari, 60 ta tashvish tugmalari, 75 ta domofonlar o'rnatilgan. Mazkur chora-tadbirlar prezidentimiz tomonidan qabul qilingan birinchi sonli qarorning joylarda ijro etilayotganligidan dalolat beradi. Shundan so'ng bosh boshqarma boshlig'i hamda boshqa mas'ullar ichki ishlar organlarining faxriylari uyiga tashrif buyurib, ularning holidan xabar olishdi. Hozirda nafaqada bo'lishiga qaramay, hozirgacha shogirdlariga yo'l yo'riq ko'rsatayotgan, o'zlarining ko'p yillik tajribasi bilan bo'lishayotgan bu kabi faxriylarimiz doimo e'zozda.